Qo'y bola. Aka. Ko'cha boshi. Nima bu aka, endi xabar olmayapsan? Jigari sheroz bo'lib chiqibdi. Mahalladan pul so'rabdi. Nima qilganing bu? Vaqtim yo'q, pulim yo'q debsan. Singling ham kecha yordam puli so'rab chiqqan ekan. Hoji endi to'g'ri mahallani kattasisiz, aralashasiz-ku. Akam yoshligimizda men hunar olib yurganimda tarallayolloq qilib yurgan ko'chama-ko'cha sang'ib. Sinimga keladigan bo'lsa, men unga aytganman, "Tegma u valaksananga, qo'lida hunari yo'q" deganman. Endi men omadli bo'lsam, menda bas ko'yib. To'g'rimi, Hoji tog'a? Bular omadsiz ekan, endi nima qilay? Yaxshi bo'lib ketadi, xudo xolasa. Mayli, Hoji tog'a. Mayli. Mana ko'kalarimni havorogani ketdim, sog'inib ketdim. Bu odamda hech kim yo'q-ku. Qarigandan keyin es kirdi chiqib bo'lib qolar ekan-da odamda. 4ta 5ta mashinani to'xtatib nima demoqchi bu o'zi? Tavba qildim. Assalomu alaykum mursalin. Alhamdulillahi robbil alamin. Men ham yoshlik qilgan ekanman, ishlarim juda ko'p ekan. Aka-ukalarimdan, singillarimdan hech kim bilan xabar olmasadim, ishim ko'p edi. Men endi hammalari yotishibdi, bular sog'inib, ko'rgim kelsa kelib turaman-da endi. Yoshlarga gapiradigan bo'lsang, gap qilmaydi, ishim ko'p deydi. Biz ham shunaqa bo'lgan ekanmiz-da endi. Mayli, ular ham bir kun kelib afsuslanadi, lekin qarayotgan nimalari ham bor, xabar olayotganlar ham bor.